Janobi Muaviyani ba'zilar zolim va qattiqqo'llikda ayblaydilar. Rivoyat qilinishicha, bir kishi Shomga xalifa Muaviya radhiyallohu anhu huzurigacha kirib keldi. U kishi norozi holda, ehtimol davlat ishlari yoki shaxsiy muammosi tufayli Hazrati Muaviyani yoqasidan ushlab qattiq haqorat qildi. E'tibor bering, davlat rahbari u kishiga sen zolimsan, adolat qilmayapsan, sen payg'ambar vafotidan keyin o'zini o'zi saylab olgan odamsan deya qattiq muomala qildi. Shunda Muaviya radhiyallohu anhu unga norozi bo'lmasdan, uning g'azabini jilovlashga harakat qildi va unga tabassum bilan: "Agar mening ustimdan shikoyat qilmoqchi bo'lsang, albatta, xalifang senga shikoyat qilish huquqini bergan. Hukmdorga kelib, uning yuziga tik gapirish jihod bilan tengdir. Lekin buni odob bilan qilsang yaxshi bo'lardi. Haqqingni ado etamiz. Agar meni eshitmoqchi bo'lsang, yoqamni qo'yib yubor iltimos. Shikoyatingni eshitaman", dedi Hazrati Muaviya radhiyallohu